Assalomu alaykum, Ulug'bek Qayumov kanali qadrli ishtirokchilari do'stlar, hammaga o'rtoqlar, musofirlarga salomlar yo'llab qolaman va do'stlar, o'yinimiz haqida to'liq ma'lumotlar beraman. Videoni oxirigacha tomosha qiling, har doimgidek bitta layklarni bosingki, niyatni yaxshi qiling. Bilet olmagan bo'lsangiz, hozir kirib biletlarni oling. 27-mart Moskva vaqtidan 20:00 da finalimiz boshlanadi. O'zbekistondan 10 dona avtomobil. Ko'rib turganingizdek, glavniy prizimiz bo'yinda Hyundai Elantra Narda Grey rangda 2021-yil. Bundan tashqari yana 5 dona Gentra avtomobili 2023-yildan hamda yana 4 dona Cobalt avtomobillari qo'yilgan. 2023-yil avtomat korobka lyuklari bilan qadrdonlar gazini bosamiz. Bulardan tashqari Plutolarimiz ham bor. 100 dona 5000, 100 dona 4000, 100 dona 3000, 100 dona 2000 rubldan. Endi do'stlar, puliga keladigan bo'lsak, semichga po'chog'i bo'ldi qo'ydi. Bir dona biletimiz narxi 500 rubldan, katta aksiya bilan 1000 rublga bilet olgan ishtirokchilarimizga 5 dona bilet. Agar siz O'zbekistondan turib Uzcard orqali 150 ming so'm pul o'tkazasiz, 6 dona biletlar borib tushadi va mana bu o'yinda ishtirok etasiz. Agar o'rtoqlar yana katta imkoniyat do'stlar, 6000 rublga bilet xarid qilasiz, bir dona Android telefoni podarka, bundan tashqari 3 dona Damas o'yinimizga 2 dona bilet podarka qilinadi. Bundan tashqari yana do'stlar, katta bonuslar bilan do'stlar, biletlar soni agar 100 ga yetadigan bo'lsa, yana 2 dona Matiz avtomobil o'yinimizda ham ishtirok etasiz. Qaytarib o'taman, bilet bahosi Rossiyada 500 rubl, O'zbekiston so'miga do'stlar 150 ming so'mga 6 dona bilet. Gazini bosamiz, omadni mana shu o'yinda sinab ko'ramiz do'stlar. Bu o'yin o'rtoqlar, ko'rib turganingizdek Hyundai Elantra avtomobili udar, sostenasi mo'shni. Niyatni yaxshi qiling, xudo xolasa mana shu o'yinda mana shu mashina aynan siz kuzatib turgan bo'lsangiz, sizni xonadoningizga o'zim olib borib beraman. Niyatni yaxshi qilamiz, biletlarimiz tugab boryapti. Hamma aktiv ishtirokchilarga borini o'rtoqlar, bizning kanalda ko'p ishtirokchilarimiz biladi. Mana bu do'stlar, Ulug'bek Qayumov Telegram kanaliga kirib obuna bo'lib qo'yamiz. Hamma ma'lumotlar Telegram kanalimizda beriladi. Va do'stlar, kimda qanday nima savollar bo'ladigan bo'lsa, faqatgina mana bu pastda ko'rsatilgan Telegram raqamimizga yozib qoldiramiz. Hamma savollarga javob beriladi. Mana shu oy do'stlar, xudo xolasa, bomba o'yin bo'ladi. Finalimiz udar bo'ladi. Faqatgina ishtirokchilarimiz poddeshkani kuchaytiramiz bo'ldi do'stlar. Ishtirokchilar, qadrdonlar, poddeshkani banglatamiz. O'yinimiz bomba bo'ladi. Bu final do'stlar, Ulug'bek Qayumov, ya'ni men hal qilmayman final qachon bo'lishi va nima bo'lishini. Bu finalni aslida mana shu ishtirokchilarimiz Ulug'bek Qayumov kanalidagi armiya hal qiladi. Qachon bo'ladi va qaysi kuni bo'ladi. O'shaning uchun do'stlar, 27-mart belgiladik. Gazini kuchaytiramiz. Gazini beramiz do'stlar, oxirigacha biletlarni xarid qilamiz, joylarni to'ldiramiz va finalimizni amalga oshiramiz. Hamma ishtirokchilarga omad, xudo xolasa mana shu mashina aynan sizniki bo'lishi 100% kafolatlangan. Hammaga omad tilayman.